Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, xorijdagi aka-ukalar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun ham biz xo'roz kataylardan yasagan edik. Jayda to'g'larga shularni bir reklama qilib qo'ygan edim. Xo'roz kataylarimiz bor. Turli tumanidan. Beshikdan kirgan joyni yon tomoni deydi 80, 85, 90 qilganmiz. Bo'ylari hammasi 85 dan. Yon tomonlar 115, 120. Keyin kichkina uni yakkaligimiz ham bor. Alohida qilib xo'rozda kasal masal bo'lib qolsa olib chiqib qo'ygani yakkaligimiz ham bor. Uning razmeri 115 ga 85, yoni ham 80. Bularimiz o'sha hozir aytganimizdek 80 ga 115, 85 ga 120 shunaqa razmerlar. Narxlari 50 ming farq qilaveradi. 500 ming so'mdan 80 ligi boshlansa, 550 ming, 85 ligi, 600 ming so'm, 90 ligi shuna bo'lib ketaveradi narxlarimiz. Endi mana da jaydar tovuqlarimiz, bitta xo'roz katayimiz ham bor hozir. Mana sizlarga hozir yaqinlashtiraman. Mana jaydar tovuqlarimizniki 170 ga yoni 1 ga 1 dan 2 ta turibdi. Bular narxi 8 ming so'mdan. Shularning yonidagi haligi aytganim yakka xo'rozlarni kasal-pasal bo'lsa olib chiqib qo'ygani yoki yakkalash uchun boqqan nimalarda 123 ga 80, bo'yi 85 uni. Narxi 400 ming so'm uni. Endi mana jaydari bor. Bu 2 metrga 80 ga 80, 600 ming so'm. Naryoqda yana bitta bor. 170 ga 80 ga 80, 500 ming so'm. Shular hozirchalik bor. Mana da yana bitta xo'roz katayimiz ham bor. U tashqarida ekan, endi o'sha qiyroq ekan. O'sha adresimiz Farg'ona viloyati, Yozyovon tuman, Toshqo'z qishloq, Shabboda 108 95 36 06 11. Zakaz bo'lsa ham qilaveramiz. Nima joyi yo'q buni. Qo'ldan kelgancha yasab berilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.